Biz hozir har xil hayvonlarni, moblarni bir-biriga urishtirib ko'ramiz. Lekin ular mutantlar bo'ladi. Qani bo'lmasa, birinchi juda ham katta golemimiz bor. O'shanga qarshi oddiygina mutant zoglinni urishtiramiz. Ketdik. O'zgarib qoldi. Hozir mana bizda hali qancha mutantlar borligini ko'rsataman. Mana shuncha mutantlar bor. Hammasini ko'rsatib ketay. Bizaniki ko'k dedi. Adashmasam, mana qo'ydik. Bu nimani bo'lsa urib ketaver ekan. Lekin bu yaxshisi albatta. Mana mutant zoglinga qarshi urushamiz. Ana mutant zoglinni oddiygina kubikchilar urib o'ldirib ketadi. Mutant zoglin, давай. Olg'a. Hozir golim o'ldirib ketadi. Golimni joni ketmayapti-ku. Yo'q, golim bilan endi haqiqatda urushyapti. Golimni solib tashlaydigan bittamiz. Ular urush bo'lguncha biza mutant zombiga qarshi oddiygina mokiluklarini shunaqatta minsak bo'lar ekan buni. Buni jonini qaranglar. Buni xohlagan joyimizgacha haydasak bo'lar ekan. Katta urib ketamiz bu. Mana senga shoxlaymiz. Hozir ertalab qo'yaray. Vartur yana shoxlaymiz. Bizani urushyapti. Qoch. Menimcha yomon edi. Negadir zombi bularni tutini chiqarib tashyapti. Menimcha juda asabiyga o'xshayapti. Videoga like bosib qo'yamiz. Ana zoglin o'ldi. Endi biza urush boshlar. Undan ko'ra mana mutant zombini urib qo'yaver. O'zingga qarshi bittani qo'yib yuboraman. Bu ham biza urib ketyapti. Qochay bu yerdan. Bu muncha baland. Qo'rqinchli. Qoyil. Bular urushyapti hozir. Mana bemalolgina ham turibdi. Qaymon qo'yib ko'ramiz. Vitish bu. Buni ham qaranglar, juda ham sehrgar bu inglizchasi vitish bo'ladi. Bu juda ham kuchli va buni qaranglar, tishlarini yonboshidan, qulog'ini yonboshidan og'zi chiqqan. Nima balo? Hammasini qo'rqinchli qilib tashlabdi Minecraft. Mana mutant spider. Hozir hammangning og'zingni yirtadi. Qara kattaligini, hujumini dumi bilan solib ketadi. Vaqti buni qaranglar. Leopard shunchalik katta bo'lib ketibdi. Va bu nima edi? Buni qaranglar kuchliligini va urushyapti bular. Lekin mana urushganini ko'rmaganman-ku. Birta kelib ko'plashib keladi, o'ldirib ketadi. Yana mutant zoglindan, yana bir nimalardan, yana boshqasini ham sinab ko'ramiz. Qaysilarni? Yaxshilarga yomonlarni urishtirib ko'ramiz. Yana masalan, mana Oqtoyni keldi. Bunisini ham, bunisini ham, bunisini ham. Bunisini ko'ramiz. Bunisini emas, bunisini emas. Bu kerak emas hozircha. Tagidan qizillardan manadan olamiz. Pastroq tushib. Mana bundan olamiz. Bo'ldi. Bular kubik bilan urush ekanda faqat. Kubik bilan urush ayarlikda endi. Bu qor bilan qaranglar. Dahshatga uzoqdan turib muz bilan otyapti. Qo'lida avtomat bor ekan. Mana kim edi bu? Buncha kichkina bu. Toshbaqa. Bu o'ldi-ku. O'lmabdi hali. O'lib qolmaydigan umiddamiz. Kuzatib boringlar. Bizning mutant bo'rimiz
Bu quturib ketay ekan bu birdan. O'zi yaxshiga o'xshayapti-yu ko'rinishdan. Oqlar o'zi yomon bo'ladi. Umrimda ko'rmadim skelet shorti kiyib yurganini. Sen nima sakrayapsan? Birisi o'ladigan narsa. Bular nima ot ekan? Qo'lidagi suyagini ot ekan. Nima balo belidan sug'urib buni? Qo'yil lekin. Endi sniper qo'yamiz. Bu nima kerak borida? Kichkina mutantlar yaxshi emas ekan, unchalik ham spider mendorni zombi villagerlar ko'rayotgan qanaqa bo'lyapti ahvoli. Zombiga qulog'idan burnidan og'zimi qulog'imi yurakchalar chiqyapti. Nima uchun ekan? Mana yaxshi ko'radimi deyman-da. Yo'q, yaxshi ko'radi, bo'lmaydi buni. Urib ketdi-ku. Yomon bular ham skelet mana. Yomonidan skeletdi bu. Ular yaxshiroq edi, bu chiroyliroq emas ekan. Creeperlarni ham sinab ko'ramiz. Qizg'ada creeperlardan bordir. Mana creeper. Yana creeper. Mana creeper. Yaxshi yomon noshdan. Mana nima edi? Bu Vardenni tuxumini topamiz. Davay. Vardenni tuxumini topamiz. Az 5 minut kuttiringlar, topganimdan keyin videoni davom ettiraman. Mana men Vardennikini topib oldim. Mana shu edi. Davay, Vardenni qo'yamiz va Minecraft qiroli va nihoyat. Buni qaranglar, o'zi shunchalik katta-yu, yana mana ustiga chiqib olganigacha. Buni toshini o'zi bizlarga tushirib yuboryapti. Bu nima qiladi endi? Ketyapti golemni oldiga. Golem brachkalar bilan urushmoqchi ekan. Qani, cho'chqa? Pastga qarab turib yeb qo'yadi-ku buni. Bitta oyog'iga hamma joy tosh bosib ketdi. Bitta qo'ygan cho'chqadan. Davay, yeb tashinglar. Ichidan pishirilgani ham bir o'laksa skelet urmaydimi? Delfinni qaranglar. Oyoqlar qo'shib qo'ygan delfinga. Delfin juda ham qattiq urishadi. Ikkita qo'yib yuboramiz, golem brachkani yeb tashlasin. Ana o'ldinglar. Akani jahli chiqdi. Enderman mana qo'lida Tibetanga o'xshaygan, Tibetanga ikkita bo'lib ketibdi-ku. Lekin yomon ham Tibetanga o'xshaygan. Bu nima edi bu? Atda qo'ygan juju stilmi? O'qdi, dahshatli bu. Xalq. Chest xalq. Og'zini yirtadi delfinlaring. Ana creeper boya aytdim, qo'yamiz dedim. Mana bu quturgan creeper. Buni sal yaxshiroq yomon creeper va creeperlar jangi boshlandi. Qani kim yutarkan? Creeperlar urushyapti. Bular bosh qo'yishyapti. Kelasi birdan yuryapti. Dolphin, Enderman, Juju Steel. Ana cho'chqani ham qo'ydim. Hozir kelasi ham bo'lsa kerak, menimcha portlab ketdi. Va zarba va ikkalasi ham bo'ldi. Armadillo, dinozavrlarga o'xshab ketyapti. Armadillo, o'zi o'lish qiyin-u, ishlarni qaranglar, tirnoqlari yomon qo'rqinch bo'lib ketdi. Ronetda. Bu nima kerak bir? Kichkinagina. Bildirib ketadi. Varden hech kimni qoldirma. Enderman suvda ham urishur ekan-ku. Faqat suv adashdi. Suvdan Enderman kallasini oldi. Toshbaqalar juda ham ko'payib ketdi. Bunisini bilmadim. Nimaga? Pastda nima bo'lyapti? Mutant toshbaqalar, o'zi hamma hayvonlar mutantga aylanib ulguribdi. Shu videoni o'rtalarida bizlar ham bir shular bilan yuvon yaqsak ekan. Hozir Endermanni kallasini olay. Bu bittasini kallasi.
Endermanning kallasini yaxshilab ko'rib olaylik. Mana men Endermanning kallasini tepasidaman. Endermanni ushlab olmaydi. Mana yana bir balolar, yana ulardan bir balolar. Bu bir ushta o'ldirsa kerak menimcha. O'xti. O'zgartirsa bo'larkan, yomoniga menimcha. Bu kubikchalar bilan uchayapti. Buni ham qani? Eshak mana bu. Daryo, toshqin, suvlar to'lqin, eshagim bordir, o'tolmasam deyishga vaqtim yo'q, kechirasan. Xo'tikchaning ustiga minib olaman hozir. Tushunmadim. Suyaklar yorib tashlamayminsizlar. Mana. Vardinga ham otamiz kerak. To'g'ri bor. Kallasini kesib. Suyaklarni buni seni otaylikqa. O'zlari uchib yurar ekan faqat. Bular farqi ekan. Menimcha hamma hayvonlarni urushtirib ko'rdik. Yo, bular kattarib ketayotgan-ku. Va yana bitta qaytardim. Ya, bular buncha kichkina. Yurgan sari mendan bo'y balandlashyapti. Ha, mendan bo'y balandlashyapti buni. Turgunicha o'ldiraman. Bo'y balandlashyapti. Biroz kam sakrasam sendan bo'yim baland bo'lardi. Bulardan ham otamiz. Ya, bular yomon. Yo, o'ziga yaqinlashdi bo'ldi. Qochish kerak edi. Bular sekundiga kattalash ekan. Vardin tog'a bilan ursin qam bular. Ana Vardin tog'a qochib ketdi-dan o'tga aylab oldi. Ana Vardin tog'adan yana bitta bor. Davay Vardin tog'a. Ular bir gazim bering. Yana bitta chiqing Vardin tog'a. Ikkita qancha ko'p bo'lsa shuncha. Mana hali ham kattalashyapti. Sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ertalab boraman. Bular hammasi yaxshilar ekan. Hozir. Ana, bu endi menimcha qotib qoldi yoki yog'izlashib ketdi. Menimcha yomonlashdi-yu. Menimcha biz hammasini nuqta bo'ldik. Sinab ko'rdik. Mana jetilda ham urushtirdik. Hammasini buni pastga tashlab qo'yamiz. Mana shuga tashlab qo'yish. Mana bular oddiy prosta tek tur ekan. Agar hozir Vardin boshqasi portlaydi. Buni mina deb atasak bo'ladi. Mina. Otlarni kiyimlari ham o'zgarmagan. Sizlar bitta narsa ko'rsataman. Orqamdan qaranglar, sariq qo'ygan. Mana orqam chiroyli turibdi. Ana qo'nib olamiz. Hammaga xayr do'stlar. Yana ko'rishguncha. Qaysi hayvonlarni urishtirmadim? Kommentda yozib qoldiringlar. Xayr.